Ko'pchilik o'ylaydi, ishxonani yaxshilash uchun katta pul yoki yangi rahbar reja kerak. Gemba Kaizen bizga shuni o'rgatadi. Eng muhim o'zgarishlar eng past pogonadan boshlanadi. Har kuni bitta jarayonini, bitta odatni yaxshilang. Masalan, xodim har kuni nima uchun bu ishni shunday qilamiz deb o'ylasa, u allaqachon Kaizen falsafasini o'rganish uchun savol berish, osishning birinchi belgisi. Bu yerda diplomatiya ham ishlaydi. Rahbar xodimga tanbeh bermaydi, balki so'raydi, senga bu jarayonni yaxshilash uchun nima kerak? Va shu savol orqali o'zaro ishonch tugiladi. Gemba Kaizen bu jamoaviy tafakkur. Ko'plar motivatsiya izlaydi. Eng kuchli motivatsiya natijani ko'rishdir. Har bir kichik yaxshilanish sizni ichkaridan quvvatlantiradi. Bugun ofisingizda atigi bitta yaxshilanish kiriting. Fikr, tizim, tartib yoki munosabat farqi yo'q. Jamiyat shu kichik o'zgarishlar bilan rivojlanadi.